Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Xudo xolasa noldan ish boshlab turgan aka-ukalarimizga mana bunaqangi charx apparatlarimiz, ya'ni tachli apparatlarimiz yetib kelgan. Ko'rishlar mumkin. Buni kuniga akalar 500 ming, 600 ming, даже 800 minggacha topishingiz mumkin. Xo'p, bularda narxlari va sifatlari bo'yicha bir-birini tanishtirib o'tib ketaman. Xo'p akalar, mana bunaqangi tank apparatimiz bor. Tank, ya'ni 125 lik bo'ladi. 220 ga bemalol ishlayveradi. 250 vatli motor quvvati bo'ladi. Admotkamiz garantiyalar bilan qilib beramiz. Narxi kelyaptigan bo'lsa, atiga 450 ming so'm qilib beramiz. Bundan tashqari 150 modelimiz, mana ko'ryapsizlar, tank firmamizga tegishli, bunga qaraganda nisbatan kattaroq admotkasimiz bo'ladi akalar, garantiyalar bilan qilib beramiz. Xo'p, narxi kelyaptigan bo'lsa, atiga 50 ming so'm ransa qiladi. Bundan tashqari kattaroq variantlarimizdan ham mavjud akalar, ko'rishlar mumkin. Tank firmamiz yoki bo'lmasa Biotli firmamizga ham mavjud. Bunimiz 200 modelli bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, admotkamiz 6 oy garantiyasi bilan qilib beramiz. 220 ga bemalol ishlayveradi. Xo'p, 350 vatli motor quvvati bo'ladi. Narxi kelyaptigan bo'lsa 680 ming so'm qilib beramiz. Bundan tashqari, xo'p, ikki xil, ya'ni universalniga kelgan. Ko'ryapsizlar, ham najda qog'ozi bor, hamda mana ko'ryapsizlar, o'sha charx toshi bor akalar. Admotkasimiz bo'ladi. Bunda ham 6 oy garantiyasi bilan bo'ladi. 580 ming so'm qilib beramiz. Xo'p akalar, kimga shunaqa tachli apparatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qila olasizlar. Pastda nomerlar qoldiraman. Telefon qilib bemalol zakaz qilishingiz mumkin.